Assalomu alaykum hammaga. Sizlar To'g'ri kanaldasizlar va mana oxirgi videomizni qo'yganimizdagi salkam 3 oy vaqt bo'libdi. Bundan buyog'iga endi bir-biridan qiziqarli bo'lgan videolarni qo'yib turamiz. Sezon tugaganidan keyin, ya'ni kuzda veterinarimiz maslahatlar bilan qafaslarning hammasini shunaqa oftoga olib chiqib, mikroblarni o'ldirishga harakat qildik va tug'ularimiz ko'payib ketganda mana ko'rishingiz mumkin, xonalarga ham tug'ular qo'yib tashlagan edik. Bu yoqlarni ham tozalab oldik yaxshilab. Qafaslarimizni har bittasini mana shunaqa qirib chiqib, iloji boricha toza holatga keltirdik. Endi 2026-yil yangi jo'jalarni yaxshi holatda kutib olamiz va jo'jalarimizning idishlari ham ancha kir bo'lib ketgan edi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ularni ham hammasini tozalab, chiroyli holatga keltirib qo'yildi. 2026-yildan jo'jalarimiz chiqishni boshlaydi. Mana suv idishlari ham, ovqat idishlari ham toza qilib yuvib qo'yilgan. Va qafaslarimizni Aquadez dorisi bilan veterinar aptekada bo'ladigan Aquadez dorisi bilan dezinfeksiya qilindi, ko'rishingiz mumkin. Jo'jaxonamiz mana shunaqa holatga kelgandan keyin, tozalangandan keyin hamma qafaslarimizni yana qaytarib olib tushib qo'ydik, ko'rishingiz mumkin. Videoga like bosib qo'yishni esdan chiqazmanglar. Keyingi videomizda bu yil O'zbekistonda juda ko'p joylarga kelgan virus haqida gaplashib o'tib ketamiz. O'ylaymanki, hammaga qiziq bo'ladi video. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqazmanglar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.